2026-yil futbol bo'yicha jahon chempionatining finali aynan shu stadionda bo'ladi. Biletlar narxi qancha deb o'ylaysizlar? Oho, osmon. Hozir bitta saytga kirib, o'shani tekshirib ko'ramiz. Bu ikkilamchi sayt. Mana 13-iyun bo'lib o'tadigan MetLife stadioni. Aynan shu stadion $931 dan boshlanar ekan. Ichkariga kirib ko'ramiz. Hop, o'rtalarini qarang. $5351, $4683. Men finalga qiziqdim, qarang. 19-iyul 26-yil bo'lib o'tadigan final o'yini $6300 dan boshlanar ekan. $6300. Endi mana narxlarni qarang. 71000, 40000, 110000, 140000, 71000. Mana bitta 1,125,000 ham bor ekanda. Qoyilman lekin. Olgan bo'larmi deysiz shunaqa narxga? Finalgami, yo ochilish o'yiniga? FIFAning o'zini saytida arzonroq bo'lib chiqadi. Lekin ikkilamchi saytlarni qarang. $40,000 gap bo'lishi mumkin emas. Aynan shu stadionda